Keladi. Salondagi Neva A07 avtomobilini ko'rib chiqamiz. Avtomobil gibrid, bitta to'liq zaryad hamda ponibak benzin bilan 1200 km yuradi. To'liq zaryad bilan 200 km yuradi, ponibak benzin bilan 1000 km yuradi. Avtomobil oldi fari uzunchoq, bu yoqdan bu tomongacha yetib borgan. Oldida o'zining logotipi. Michelin R19 diska bilan jihozlangan. Ish yurishkalari shunaqa chiqib keladi o'zi. Orqa qismi. Orqasi hamda shu uslubda farlar uzunchoq qilingan. Orqa bagaji ham keng. O'zining samufer kalonkalari bor. Bu yerda o'zini nasosi, penna va o'ziga yaraladigan jihozlar joylashgan. Bezramishli oyna. Ular koja qilingan, pasti plastmassadan qilingan, bu yer ham koja qilingan. Buni tizimi, akustikasi, o'rindiqlar o'rtasi perforatsiyali, chekalar go'ja, bu yerda elektrические сиденья. Ichlarida davodchi bor, o'zining pelososkalari bor. Multifunksionalniy rul, bu yerda kichkinagina tablosi hamda head-up displeysi bor. O'zining kattagina monitori. Bu yerda oynalarigacha ham bor. Bu yerda chiroq, bu yerda avarinka, bu yerda so'z yordam tugmachasi. Bu yerda bitta pesfora zararga, bitta haydovchi oldi uchun telefon qo'yadigan joy. Ikkita podstakanlik. Xohlasa shunday chiqarib qo'ysangiz bo'ladi. Kerak bo'lgan paytda esa shunday tushirib, suvingizni qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Bari ancha keng, bemalol ko'p narsa sig'adi. Bu yerda o'zining USB portlari joylashtirilgan. Monitori tez ishlaydi. Ponni panoramli tom. Bu yerda barbachok. Kattagina. Konditsionerlargacha ishlaydi akalar. Skorost rычagi bu yerda joylashtirilgan. 3 bosqichli. Avtomobil zo'r qilib ishlangan akalar. Eshik ochish uchun tugma qo'yilgan. Ko'rasiz. Bu yerda podsvetkalari ham yonadi har xil rangda. Bemalol foydalansa bo'ladi.
Aytib o'tganimdek, ichida davodchigi bor, o'zini pilososiyalar tortib oladi. Bu yerda esa orqasi ham shu uslubda apishkalar, pastda podsvetkalari bilan. Orqa qismi ancha keng qilib ishlangan. Anchalar mana oyog'im umuman tegmayapti. Bu yerda orqasida yo'lovchi uchun deflektorlar, bu yerda USB porti bor. Bu yerda esa ikkita podstakannik. Shunday. Bemalol qo'lni qo'yib o'tirsa bo'ladi. Bemalol osmon tomosha qilib kelsa bo'ladi mashinada. Mashina shaxsan menga yoqdi. Agar kimga kerak bo'lgan bo'lsa, Chang'an Andijon avtosaloniga murojaat qila olasizlar. Narxi 363 million so'm. Xo'sh. Pullar ham ajoyib. Keyingi avtomobil Depal Sel 03. Qora rangi. Turishini qaranglar kelar buni. Shunday animatsiyalar bilan yonadi. Bu ham gibrid. Bitta to'liq zaryad hamda Ponyback benzin bilan 1200 km yurgan. R19 GT diska banolari bilan jihozlangan. Orqa qismi ajoyib ko'rinishdagi fara. Bu yerda o'zini logotipi. Elektrический bagaj. Pultdan ham bemalol ochila bo'laveradi. Bagaji ham ancha keng. Bemalol cho'pik solsa bo'laveradi. Bu yerda o'zining kalonkalari. Bu yerda o'zini komplektda chiqadigan narsalar bor. Endi avtomobilni ichiga ko'ramiz. Bokovой isitgichdan bor hamda silpov zona. Bu yerda oranjiy salon hamda qora kombinatsiyada ishlangan. O'rindiqlar o'rtasi perforatsiyali Alicantara. Elektrический o'rindiqlar. O'zingizga bemalol maxsus bo'laveradi. Mashinaga o'tirganinglarda sizlarni katta monitor, panoramli tom, ajoyib salonga bo'lgan mashina kutib oladi. Bu yerda o'zini displeysi hamda head-up displeysi ham bor. Bu yerda monitor o'z tomoniga qarab turadi. Bu yerda bitta besprat zaryadka hamda ikkinchi telefon qo'yish uchun joy. Ikkita podstakanlik.
pastida bo'lsa, bu yerda o'zini portlari bor. Bu yerda o'zini ancha kengina bari. Bu yerda avarinka tugmasi qo'yilgan. Bu yerda sensorli chiroqlar. Bu yerda SOS yordam tugmasi, panoramniy tom, barbachog'i. To'g'risi bu mashinaga birinchi marta o'tiryapman. Xullas. Hop, mana bu yerni ochilar ekan, barbachog'i elektrichеский ekan. Zamon rivojlanib ketyapti. Qo'lda yopilar ekan. Bu yerda shopir uchun oyna qo'yilgan. Akalar. Tamam, orqa qismiga jo'namiz. Orqasi mana shu uslubda qilingan. Perforatsiya o'rindiqlar sportivniy bilan ishlangan. Mana o'tirganda bemalol oyoq tegmaydigan holatda turadi. Polniy panoramniy tomda bemalol osmonni ko'rib ketsanglar bo'ladi. Bu yerda chiroqlari bor. Bu yerda o'zini bari, ikkita podstakanlik bemalol. Bu yerda esa konditsionerni bemalol boshqarib ketsa bo'ladi salon uchun. Pastida USB porti joylashtirilgan. Bemalol orqada telefonni zaryadga qo'ysanglar bo'laveradi. Hop. Aka, bu narxi necha pul? Bu narxi necha pul aka? Narxi 334 million ekan akalar. Kim kerak bo'lgan bo'lsa, changan avtolar tera olasizlar. Qora hamda bunaqa seri svet ranglari ham bor. Ham mashina turadi, mashinaga ko'rganda chiroyli turadi. 321 million. Bunun narxi 321 million ekan. Keyingi avtomobil akalar Depau S07. Kaliti ajoyib uslubda, o'zini animatsiyalar bilan birgalikda yonadi. Avtomobil old ko'rinishi ajoyib dizaynda ishlangan. Avtomobil g'ildiragi hop R20 editsion jihozlangan ekan akalar. Hozir bilan ko'rib o'tamiz. Depau S07 avtomobili akalar. Narxi 373 million 500. Hop, avtomobilda nimalar bor? Shu yerda ko'rsanglar bo'ladi. 100 kilometrga 6,7 sekundda chiqar ekan. Hop. NFC tizim mavjud. Monitori 15.6 dyuymli monitor. LED fara. Climate control. Avtoparkovka. Maksimal tezligi 80 km/soatga. Bulut ham barcha tizimlar bor. Endi sizlar bilan ichki salon ko'rinishini ko'rib chiqamiz. 嗨，亲爱的，我是深蓝，
世界那么大，带上我一起去看看吧。 Xitoycha gapirarkanlar bokovada isitish tizimi bor. Chipoy zonasi ham bor. Bu yerda tepasi plastik. Pastda esa koja, oranjiy svetda koja. Bu yer yog'ochga o'xshayapti bu yer. Bitta depal akustikasi shekilli. Bu yerda o'zini akustikasi. O'rindiqlar chekkasi koja, o'rtasi perforatsiyali. Bu yerda elektriskiy o'zingizga moslovsiz bo'ladi bemalol. Xo'p. Endi salonga bitta o'tirib ko'ramiz. Xo'p, akalar. Bu yerda multifunksionalniy rul, o'sha 15.6 dyuymli monitor, bitta besprat zaryadka, bu yerda shopir oldi uchun qo'yish uchun joy. Bu yerda ikkita podstakanik, ancha keng bar, bemalol ko'rsatib bo'ladi. Bu yerda sovutgich kerakli ekan, bu barra bemalol ichimliklar qo'ysanglar sovutib beradi. Bu yerda 12 voltli port, joylashtirilgan. Ta'min skorisi bu yerda joylashtirilgan. 3 bosqichli kurs tizimi. Hop, bu yerda elektrik chiroqlar. Bu yerda avarinka, bu yerda sos yordam tugmachasi. Hop, shopir uchun ajratilgan. Bu yerda oyna hamda svetlari bilan. Avtomobilda tagida podsvetkalar ham yonadi bu yerda. Bu yerda esa barbachok ancha keng joylashtirilgan. Avtomobil zo'r, gap yo'rish mumkin emas. Xo'p. Ochinglar, bu yerda ochish uchun tugma qilingan ekan. Shu tugmani bossanglar ochiladi. Aytib o'taman. O'rindiqlari o'zini moslaydi shopir uchun va eslab qoladi shuni. Bu yerda ham shu bezramishni o'yna. Ramkasiz. Bu yerda ham tepasi plastik. Pastida esa nikel joylari yuzilgan. Bu yerda svetda koja, bitta depal. Uzun akustika tizimi. Bu yerda ham shu uslubda perforatsiyali sidinyalar. O'tirganda ham bemalol oyoq tegmaydigan holatda. Bu yerda o'zini monitori, konditsioner uchun. Xolodilnik uchun ekan. Buni xolodilnik bu yerda panoramani, bu yerda o'rindiqlar boshqatsa ham bo'ladi. Bu yerda o'zini USB porti. Bu yerda esa o'zini yo'lovchi uchun bar qo'yilgan. Bu yerda shu ikkita podstakanik. Bu yerda telefon qo'ysa bo'lgan joy. Bu yerda qo'l qo'yib ketsa bo'ladi bemalol. Avtomobilda tom pardasini ochib yopib qo'ysa bo'ladi. Ochgan holda bemalol osmonni ko'rib ketsa bo'ladi. Orqa qismi o'ziga mos uzun cho'xpari, o'rtada logotipi, bu yerda S07 yozuvi.
Bagajini pul to'sish ham bo'ladi. Ikki marta bo'lsa ochiladi. Bagaji kattagina, keng bemalol bo'ladigan holatda. Bu yerda o'zini subwooferlari ikki tomonga qo'yilgan. Bu yerda o'zini nasos hamda pena kilishlari joylashtirilgan komplektida. Avtomobilning narxi boshida aytib o'tganimdek 373 million. Old ko'rinishlari. Zo'rlik berib turibdi. Bu yerda logosi. Sizlarga avtosalon manzilini tushirib o'tadigan bo'lsam, salonning manzili Andijon shahar hokimligini bu tomonida Chang'an Model Motors. Bu yerda o'zining avtomobillari bor. Bu yerda mana shunga qo'yilgan. Bu yerda yashil svetdagi avtomobil joylashtirilgan ko'rgazma uchun. Kimga kerak bo'lsa, shu avtosalonga bemalol kela olasizlar. Videoni opsiyaning yozib nomer, telefon raqamini opsiyaning yozib qoldiraman. Shu yerda bemalol kirib ko'rsanglar bo'ladi. Videoda kamchiliklarga e'tibor bermaysizlar. Men endi boshlaganim uchun uncha zo'r gapira olmayman. Shu sababdan kamchiliklar uchun oldindan uzr so'rayman. Hammaga rahmat, bemalol kela olasizlar.